$38 ming sotilgan mashinani $22 ming ga olishni xohlaysizmi? Videoni kuzatishda davom eting. Undan ham zo'rini qilib beraman. Do'stlar, Honda H5 klassik versiyamiz shot spravkalari bilan 2023-yilda ishlab chiqarilgan klassik o'rindiqlar. Do'stlar, xullas barcha qulayliklar o'zi bilan. Ushbu mashinamiz yangi. Pramoy nomi o'z nomingizga chiqadi. 38 minglik mashinani $22 ming ga qilib bersan. Agar bugun kelgan mijozlarim uchun do'stlar, ushbu mashinani $4 ming chegirma qilib beraman. Nima deyapti? Srochni ulgurib qoladigan joyi do'stlar. Ushbu modelimiz bor yo'g'i 6000 kilometr salondan salonga borib kelib probeg bo'lib qolgan. Lekin Pramoy nomingizga chiqadi. Unaqa rабочий mashina emas. Xudo xolasa maza qilib miniladigan. Aynan shunaqasidan niyat qilgan do'stlarimizga bu videoni jo'natib qo'yamiz. Bugunoq keling deb $18 ming ga bosib oling. 22 ming o'zini narxi. Bugun kelgan obunachilarim uchun amal qiladi do'stlar. Bu skidka narx.